$125,000 men bu pulga uchastka olaman-ku deydigan negativchilar uchun mana bu kvartiramiz любой bitta uchastkalaringizni damini beradigan kvartira desam adashmagan bo'laman. Keling gapimni isbot bilan siz uchun bitta to'liq obzoron qilib beraman. Mana bu yoqda podyezddan kirish so'dimiz, zerkalli zonani kattasini, idealisini qilib qo'yganlar. Undan keyin mana bu yoqda esa bizani prixожий mebelimiz bo'lyapti. Shkafchi kelib narsalaringizni o'sib, mana bu yoqda oyoq kiyimlarni almashtirish uchun. O'zini elektronli plisozlari bilan zerkalli zonamiz uyimizni ko'rishingiz mumkin. Mana bu yoqda studiya formatda ta'mirlangan mehmonxona, oshxona qo'shilgan, qo'fmitdan duxovkalar shkaf qilib, komplektni qilib tiqib qo'yilgan. Mana bu yoqda esa Samsungdan xolodilniklarimiz bo'lyapti. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu yoqda oshxonamiz. Shkaflariga e'tibor bering, ochilishlariga e'tibor bering. Bu uyimizda bironta mebel yoki material O'zbekistonniki emas. Hammasi chetdan zakaz qilingan yoki ruchnoy ishlatilgan. Mana bu rishinimizni qarang. Buni faqat men chet el davlatlarida ko'rardim. Bu yoqda ayollarimiz ovqat pishirish uchun mayda-chuyda narsalarni taxlaydigan stol bo'lyapti. Mana bu yoqda smestitilarimizga e'tibor berishingiz mumkin. Mana bu yoqda Hoffmandan gazlarimiz bo'lyapti. Даже mana включательlarni Schneider Germaniyadan zakaz qilingan ekan. Bu uyda bitta включатель mana shunaqa Germaniyadan kelgan bo'lsa, qolgan katta narsalarni o'ylab ko'ring. Mana bu yoqda kuxundan borimizdan keyin kotelni zonamiz bo'lyapti. Kotelni zonamiz to'liq chopil-pol qilingan. Uyimiz Alisada ishlaydi. Umidom Alisa buni qil desangiz qiladi. Hozir Wi-Fi o'chib qolgani uchun ishlata olmaymiz. Undan tashqari mana bu yoqda oilangiz bilan o'tirib zavtrak qiladigan joy. Idishda o'q, vilka, qo'shiq bakallarigacha ketirib qo'yilgan. Bu yoqda kelish kerak, prosta kiyim-kechak bilan yashash kerak. Dash ko'rpa to'shak ham kerak emas. Mana bu yoqda esa mягкий zona, siydachi zona, отдыхный zona, jurnalist stoliklari va LG dan televizorlar ketirib qo'yganlar. Uyimizni patologlariga, svetilniklariga, lyustralariga вообще gap bo'lish mumkin emas. Mana включательlarni bitta bosib qo'ysangiz o'zlaringiz bilasizlar. Mana bu eshigimiz esa tak, adashmasam Italiyadan yoki qaysidir chet davlatdan zakaz qilingan do patalka eshik. Bunaqa eshiklar normal summa turadi. Mana bu yoqda vannamiz, smestitilarimiz ko'rishingiz mumkin. Rakvinamizga e'tibor bering. Вообще maza qilib portlatadigan joydan. Bu yoqda podvesnoy unitazlarimiz o'zini shkafchiklari bilan bu yoqda bemalol narsalaringizni qo'ysangiz bo'ladi. Mana bu yoqda stiralnimiz va sushilka joyimiz. Bemalol kiyimlaringizni nima qilib, mana shu vannadan chiqmasangiz bo'ladi. Undan keyin ko'radigan joyimiz mana bu narsaga вообще gap bo'lishi mumkin emas. Buni qanaqa taxlaganlar bilmadim. Kim nomini bilsa agar kommentarda yozib ketinglar. Undan keyin mana bu yoqda mehmonxonamiz. Tak 6 kishilik stol o'zini idish tovoqlarigacha keltirilgan. Mana bu yoqda tak jurnalli zonacha bemalol kelib o'tirib dam oladigan konditsionerlarimiz, pardalarimiz, dekoratsiyani portlatib o'rganlar. Mana bu yoq rasmlarimiz ham qo'yilgan. Lyustramizga e'tibor bering. Bunaqa lyustralarni kamdan kam ko'ramiz. Men o'z karyeramdagi eng yaxshi kvartirani obzor qilyapman desam, adashmagan bo'laman. Mana bu yoqda esa bizada tak dekorativni ishlov berilgan shkafcha, zerkalli qilib qo'yilgan. Kelgan odam prosta charchamaysizlar. Bu yerda ranglarimiz ham bitta-bitta e'tibor berib tanlab olingan. Eshiklarimizni ranglariga juda gap bo'lish mumkin emas. Mana bu yoqda esa garderobniy zonamiz, родительский spalniga kirdik. Garderobniy zonamizni ochasiz. Mana bu yoqda svetilniklar o'z yonadi. Barcha jihozlaringiz ichiga sig'adigan darajada minimalizm ishlatilgan. Maksimalni har bitta kvadratdan foydalanilgan. Mana bu yoqda duh spalniy mebelimiz, LG televizorlarimiz bo'lyapti. Mana bu dekoratsiyaga gap bo'lish mumkin emas. Gullar ketirib qo'yilganlar. Tumbuchkalarimiz mana bular qarang. Maza qiladigan joydan bu yoqda prosta kelish kerak, yashab berish kerak bo'ldi. Undan keyin bu yoqda bizning sanuzelimiz bo'lyapti. Sanuzelimiz dushoy kabina, podvesnoy unitaz, rakvina o'zini shkafchiklari bilan uyimiz bomba prosta bo'ldi. Boshqa hech qanaqa gap yo'q. Mana bu yoqda trimo zonamiz bo'lyapti. Ayollarimiz bezanadigan joy. Kirgan odam shundan og'zi ochilib qoladi desam adashmagan bo'laman. Undan tashqari mana bu yoqda detskiy xonamiz. Detskiy xonamiz ham ikkita divanchik qo'yilgan, o'zini svetilniklari bilan pardalarimiz. Detskiy xonamiz ham minimalizmda har bitta narsani e'tibor bilan taxlangan. Undan keyin mana bu yoqda dars qiladigan zona, o'zini kompyuterlari bilan Dachi siz ketirib o'tirmang deb kalkulyatorgacha ketirib qo'yganlar siz uchun aka. Mana bu yoqda gullar qilingan. Undan tashqari sovutimizga e'tibor bering. Sovuchasiga gap bo'lish mumkin emas. Farzandlaringiz mana shunaqa uyda yashasa, maza qilasiz. Mana bu yoqda garderob zonasi o'zini bemalol narsalarni qo'ysalar biladi.
Qisqacha qilib aytganda uyimiz 125 ming AQSh dollariga baholandi. Mana shu ko'rib turgan mebellarimiz, jihozlarimiz remontlariga adashmasam 60 ming, 70 ming dollar atrofida просто vложить qildim dedilar. Siz mana shunaqa uyda yashagan bo'lardingizmi yoki bitta uchastkada yashagan bo'lardingizmi? 110 kvadratni o'zini ichiga oladi. Pastdan nomer qoldiramiz. Kimga qiziq bo'lsa telefon qiling.